Şimdi bakarsan özünüz abonaçılarınızı aytıp verseniz Priyamoy halkımıza. Ben söyleşken bakanım. Assalomu alaykum, Sezar Natijnor patolog obunaçilari. Aziz obunaçilar, bugungi navbatdagi ishimiz xudo xolasa O'zbekiston OFI 15-brigada keldik. Shu arkamizda ko'rib turgan xonadonga xudo xolasa Natijnor patolog tortish uchun keldik. Aziz obunaçilar, bugungi mijozimiz nima desak bo'ladi? Hali hech kim zakaz qilmagan Natijnor patologdan zakaz qildi. Video davomida shu Natijnor patologimizni ko'rsatib o'tamiz. Sonunda ishlattiribmiz, hammasini batafsil aytib o'tamiz. Video oxirlaridan ko'ring aziz obunaçilar. E'lonimiz bor, aziz obunaçilar. Beruniy Bo'stonda 4 yilda ofis sexlarimiz bo'lganligi sababli bizlara endi ishchi kuchlar ko'proq kerak bo'ladi. Zakazimiz ko'paygan aziz obunaçilar. Ish o'rinlari bor aziz obunaçilar. Birinchi o'rinda mobilograf kerak, keyin dizayner kerak, keyin ustanovchik bolalar kerak bo'ladi aziz obunaçilar. İş ob'yomda bo'ladi. Batafsil ma'lumot olamiz desangizlar, ekranni pastida ofis sex nomerlarini qoldiramiz. Bemalol bog'lanib ma'lumot olaverasizlar. Qani videomizni boshladik unda. Instagram ko'rasizmi? Yo'q, hozir bu YouTube abi, katta video. Instagramga qisqacha aytib qo'yamiz. Obunachilar, xudo xolasa realni ishimiz ketib turibdi, inan ko'rib turganingizdek. Avvalgi patolog teyinda qolib ketaveradi, ustidan Natijnor patolog tortib beraversa bo'ladi. Aziz obunachilar, hozir ish davomida realni ishimizni qisqacha obzorni ko'rsatamiz, keyin общий bitgan holatini ko'rsatamiz. Xudo xolasa chiroyli, zo'r chiqadi degan umiddamiz aziz obunachilar. Birdan like bosib, qo'llab-quvvatlab o'tirasizlar. Videolarimizni boshlaymiz. Aziz obunachilar, xudo xolasa mijozimizni, klientimizni ishini yorug' yuz bilan topshirdik. Hozir endi mijozimizning o'z fikrlarini bilib o'tamiz Sezar kompaniyasi haqida. Boshliq bir fikrlaringiz bo'lsa, aytib o'tsangiz yoqdimi? İşinize gap yok. Yine bu joyam. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu joyam işlettim sizlere. Bu joyam işlettim. Zor çıktı. Şundan keyin yine şu joyam hayvanam işletemen deb aytdim yine niyetime yettim. İşlerinize gap yok. Sezar. Ama köyümdekinden mi ziyap oldu? Özünüz tellemiş. Ama özüm telledim şu vece nettim. Bu zor. Dizaynerimiz 2-3 gün şoğullandı sizni tellemiş. Tapmayın, kıyım oldu. Havarım bavu gaplar. Özünüzden gidiyinizde gap yok eken. Özlerinizden yaptı. Xudo xolasa birinchilardan bu sizligine tortib berdik. Vallahi rahmet. Kamchilik yo'qmi? Yo'q, ishlayingiz zo'r. Shuning uchun ham men yana bu joyam sizlarga ishlatdim. Buni ham sizlarga ishlatdim. Menga yoqmaganda ben bunu başka bir eve işletemem. Çünkü yakkanına sizlere işlettim. Zor çıktı. Bu joyam zor çıktı. Bu joyam hayvanıma bundan hem zor çıktı da. Bu neyse resimlerini özüm telledim. Şu özüm taptım. Şunu çıktı. Kraskinin iyisi yok mu? Yok. Kraskinin iyisi yok. Taze mahsulat mı? Şimdi bakarsan özünüz abonaçılarınızı aytıp verseniz. Priyamoy
halkımıza Ben söyleshgan bo'lganim o'zim tilim. Nechadan zakaz qildingiz xalqimiz obunachilar bilish kerak. Nechadan zakaz qildingiz shu 3D pechatimizni? Kvadratimi? Kvadrat. 87'den girdik. 87 ming so'mdan Ava. zakaz bo'yicha 87 mingdan tushdi kvadrat. Ava, kvadratı 87'den düştü. En zoru, kalını, spetlisi. Bunun vaxtında 120'den hem boldu bu. Avarım bu. 120'den işlendi bu eşler şu vaxtda. Aslan indi gelişip geldik şu yerine. Edim yaxshi. Nasib etsin, to'ylar bo'lsin, muborak bo'lsin. Rahmet. Ilan shu to'yda kelgimiz. Obunachilarimiz niyat qilgan obunachilarimizga bir dana like bosib qo'yasizlar. O'sha chiroyli chiqdi, havas etgan obunachilarimizga xudo xolasa zakazlarimiz bo'lsa, xabarlashaversa, ishonchli, sifatli qilib kelishgan holda ishlab beramiz. Aziz obunachilar, bu obunachilarimiz, bu klientimizga avvaldan postiyanli, chegli klientimiz postiyanli zakazi bo'lsa, bir xonadan ishlab berib kelamiz. Aziz obunachilar, hozir video obzorimizni ko'rsangiz, baho berasizlar, o'sha chiroyli chiqdi obunachilarimiz. Video obzor